Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasi Farg'ona viloyati boshqarmasining navbatdagi brifingini boshlaymiz. Bugungi brifingda Davlat kadastrlari palatasi Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan yil boshidan hisobot davriga qadar amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 2-sentyabrdagi kadastr sohasida ayrim davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentlarini tasdiqlash to'g'risidagi 535-sonli qarorida belgilangan tartibda bugungi kunda yuridik va jismoniy shaxslardan kadastr pasportini tayyorlash bo'yicha buyurtma arizalar elektron ko'rinishda kelib tushmoqda hamda buyurtma arizalarining ijrosi elektron shaklda ta'minlanmoqda. Dastur ishga tushgandan buyon jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan kadastr pasportini tayyorlash bo'yicha jami 327.053 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, undan 236.036 ta ariza ijobiy hal etilgan. 2025-yil boshidan hisobot davriga qadar jismoniy va yuridik shaxslardan kadastr pasportini tayyorlash bo'yicha jami 17.161 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 9.566 tasi fuqarolarimizga kadastr pasporti tayyorlab berilgan. 5.717 tasi arizasida kamchiliklar borligi sababli rad etilgan. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 28-noyabrdagi ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi 803-sonli qonuniy ijrosi bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslardan ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha yil boshidan hisobot davriga qadar esa 26.095 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 16.718 tasi ijobiy hal etilgan. Bugungi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.